etdik. Bugungi saylov jarayonida bizdan rozi bo'lasizlar. Halol haq, maytda erkaklar bilan urushib ham ketdim. Endi bu peshana degan mahalla ham peshana. Xalqni nimasiga tushish ham oson emas. Biz hozirgi saylov, bugungi saylovimizda 260 ta saylovchi qatnashibdi. Shundan 5 ta saylov bulleteni buzilgan. Hammasiga chizib chiqqan endi. Norozi shekilli hammasiga. Bo'ladi bu narsa. Endi mana shu 5 ta nomzodlarimizdan birinchi Abdullayeva Ra'noxon 134 ta ovoz oldi. Tabriklaymiz. Ikkinchi Ergasheva Sayyoraxon 32 ta ovoz oldi. Uchinchi Matqosimov Lutfulla 33 ta ovoz oldi. To'rtinchi Umarova Ma'mura qizimiz 11 ta ovoz oldi. Beshinchi Xoliqov Akmaljon 45 ta ovoz bilan bugungi saylovda Norbota mahalla fuqarolar yig'ini raisini mana endi o'zinglar hozir komissiya raisi aytib beradi. Tabriklar. Shuni orqasidan yo'lab tayab yonida yursak zo'r ishlar xudo xolasa bo'ladi. Bularda 7 ta yordamchisi bor. Birga bilan mahalla yettiligida biz ham qarab turmay nuroniylar ham yordam bersak zo'r bo'ladi. Bir-birimizdan xafa bo'lish yo'q. Biz ham halol haq ko'ngildan chiqarib ishladik. E'tiboringlar uchun rahmat.